O'zbekistondagi barcha fuqarolardan ogoh bo'lish talab etilmoqda. Jinsini o'zgartirgan trans bola o'g'irlamoqchi bo'lganda ushlangan. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Unda hoziroq 3:5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Jinsini o'zgartirgan trans bola o'g'irlamoqchi bo'lganda ushlandi. Erkaklikdan kechib ayolga aylangan trans mahallalarda yurgan yosh bolalarni o'g'irlab ketibdi. 2 kishi bo'lishgan, bittasini ushlashibdi. Holat Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida sodir bo'lgani aytilmoqda. Translar ko'payib ketayaptimi? Yaqinlarga yuboring, bolalaringizni yolg'iz qoldirmang deyilgan xabarda. Barcha o'zi uchun mas'ul va atrofdagilar uchun ham befarq bo'lmang. Shunday ekan, farzandlaringizni qarovsiz qoldirmang va hushyorlikni oshiring. Kunning eng muhim yangiliklaridan doimiy xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta bizni kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab taqdim etib borishda davom etamiz.